Xitoyliklar bilan o'tgan oxirgi tarjimonlik 3 kunlik ishim haqida sizlar bilan bo'lishkim keldi azizlar va tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Demak, birinchi kun Turkishdan iborat bo'lgan mehmonlarni kutib olish uchun men Samarqanddan Toshkentga qarab yo'l oldim va aeroportda ularni kutib olgach, valyuta almashtirishlariga yordam berib, Samarqandda ishlari borligi sababli Toshkentdan Samarqandga qaytib keldim. Kelganimizdan so'ng ular bilan birga ovqatlanib, Samarqandning go'zal joylarini ko'rsatish uchun turizm markaziga olib bordim. Bu yerdagi go'zal tabiatni va boqiy shaharda keltirilgan madaniyatlarimiz bilan tanishgandan so'ng esa yo'l yurib charchaganlari sababli ularni mehmonxonaga joylashtirdim. Ikkinchi kun esa ularni mehmonxonadan kutib olib, Samarqandda ekilgan Xitoy paxtasi bilan tanishtirish uchun ularni Ishtixon tumaniga olib keldim. Bu yerdagi paxtalarni ko'rib, vaziyat bilan tanishib bo'lgandan so'ng esa Samarqand shahridan Qarshi shahriga qarab yo'l oldim. Qarshi shahriga kelishimizdan maqsad esa bu yerdagi ekilgan Xitoy paxtasining vaziyati bilan tanishish va u haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish edi. Bu yerdagi yerning va paxtalarning holatini ko'rib, ikki joyning farqini o'rganib bo'lgandan so'ng esa ishimizni yakunlab, Qarshidan Samarqandga qaytib keldik. Shu bilan ikkinchi kun ham o'z yakuniga yetdi. Uchinchi kun esa xitoyliklarni Samarqandning eng go'zal joyi va yuragi hisoblangan Registonga taklif qildim. Registonni tomosha qilib, uning tarixi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lib, yaqinlariga esdalik sovg'alar olib borishganlardan so'ng esa ularning so'nggi manzillariga kuzatib qo'yib, o'z ishimni muvaffaqiyatli yakuniga yetkazdim.